Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz Oppo A6 Pro smartfonini sinab ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz va полный obzor qilamiz. Buni tepadan ham tashlab yuboramiz. Buni suvga ham tiqamiz. Ketdi. Xo'sh, Oppo A6 Pro smartfoni 128 talik ham 256 talik ham bo'ladi. Buni boshqa smartfonlarga nisbatan juda ham yaxshi plus taraflari bor. Buni ham suvda ishlatsa bo'ladi. Changga ham chidamli bo'ladi. Buni bemalol sinab ko'ramiz. O'zingizlar ham sinab ko'rsanglar bo'ladi. Yana yaxshi tarafi bu perchatkada ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana yaqinda qish kelyapti va buni yomg'irli havoda ham ishlatsanglar bo'ladi. Yana katta buni plus taraflari bu smartfonga menimcha power bank ham kerak emas. Chunki 7000 milliamperda ishlaydi. 7000 milliamper tasavvur qilasizlarmi? Ha, tushundim. Lekin jasoratni qayerdan olamiz? O'z bu telefonni power bank sifatida ham olib qo'ysanglar bo'lar ekan. Smartfonimiz bыстрый zaryadkaga ega. Bu degani 1 soat 61 daqiqada zaryad полный bo'lib oladi. Korobkasining ichidan buni ham chexoli, ham o'sha 80 vattda ishlaydigan zaryadniki chiqadi. Ekran plyonkasi ham chiqadi. Bu противоударный. Smartfonimiz sun'iy intellektda ishlaydi. Kamerasi orqasi 50, oldi 16 va yana bitta zo'r tarafi bu birdaniga ikki tarafni kameraga olishi mumkin. Buni 3 xil rangi bo'ladi. Men hozir ikkitasini ko'rsataman. Buni yana rozovisi ham bor. Hozir endi sizlar bilan buni jostko sinab ko'ramiz. Hozircha buni haqiqatdan ham maqtashganlaricha bormi yo'qmi sinab ko'ramiz, qaranglar. Buni hozir biz kamerasiga kiramiz. Kakras ho'l holatida biz uni hozir ishlatib ko'ramiz. Ho'l holatida men hozir kamerasini yoqdim uni. Ha, ikkalasi sig'mas ekanda. Qaranglar, nima ko'rsataman. Hozir suvi ichida kameraga olyapti. Mana buni qaranglar. Kameraga haligacha olyapti. Suv ichiga tiqamiz. Haligacha u kameraga mana olyapti. Qoyil qolishdan ilojisi yo'q. Changga chidamli bo'lsa. Va yana bitta zo'r tarafi, suvga tiqish mayli-ku, yomg'irda ishlashi mayli-ku, perchatkada ishlashi mayli-ku, buni kerak bo'lsa qaynab turgan suvda ham 1 minutgacha ham ishlashi mumkin. Endi hech kim uni aytilib ichiga tiqib qo'ymaydi. Ya'niki qo'pol qilib aytganda qanaqadir issiqroq joyga ovqat qozoningizga ham qatgadir tushib ketgan taqdirda ham bu telefonga hech narsa qilmaydi. Hop, endichi? Yo'q, qaytdi. Пацаны, где удлинитель? Mana ovozmi? Oling. No. Wait. Voila. Bo'ldi. Endi hech qanaqa xavf yo'q. Okay. Qo'l holatida bemalol ishlataveramiz. Xolasak yana bir marta tiqaveramiz. Hozir sizlarga uni iyida qanaqa ishlashini, ya'ni sun'iy intellektda qanaqa ishlashini ko'rsatib beramiz. Ya'ni masalan, ikkita produkt qo'yamiz, bittasini olib tashlaymiz yoki qanaqadir lishni odamni olib tashlaymiz. Qanchalik ishlashini o'zingizlar hozir ko'rib baho berasizlar. Itok bu telefonni olish kerakmi, olish kerak emasmi, o'zingizlarning ehtiyojingizga qarab aytinglar. Men uni hamma mощностьini aytib berdim, ko'rsatib berdim. Bu telefonning narxi agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bilasizlar, Mediapark.uz saytidan olsanglar bo'ladi. Uni рассрочкаga 1 oyda nech pul to'lashigacha ham hammasini ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zingizlar tekin to'g'rilab va qaysi bizning partnyorimizdan olish ham o'zingizlarga qaysi biri qulay bo'lsa, o'shanisini tanlab olsanglar bo'ladi. Chunki kimdir 18 yoshdan beradi, kimdir 21 yoshdan beradi, kimdir sizlarga limit ajratadi, kimdir ajratmaydi. Yana bir marta eslatib o'taman, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz mutlaqo bepul. Bizdan nafaqat narxga, muddatli to'lovga ham hech qanaqa peniyasiz, boshlang'ich to'lovsiz va ortiqcha mingta hujjatlarsiz qulay muddatli to'lovga xarid qilsanglar bo'ladi. Qadrli Media Blog obunachilari, bizani yo'qotib qo'ymang, kolokольчикka bosib qo'ying. Nima trendda bo'ladigan bo'lsa, hammasini olib chiqamiz. Yana nimani obzor qilishimizni xohlaysizlar, qanaqa informatsiya kerak bo'ladi, обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Media Blogda ko'rishguncha xayr. Hozir sizlarga uni iyida qana. Слышь, мандаринка. Фу. Тьфу ты, блядь.